qurbanlık hamda. Hem devletlerde okşmaydı hamda. Bazı devletlerde kımmetçilik sebebinden hamda Müslümanların ki şu Qarsaqın Türkiye'de nurgun e'lonlarni ko'ramiz yo'llarda. Miyada mesela kımmet olan iken azan başka devletlerge pulusini avatib müşahidlam yig'ib oldu. Şu kımmetçilikinde başka devletke avassa bulamdı bu meselede bana qaraydi. Asli qurbanlıqninki aşı özününki tuğa yerde qilib ballarını açıqıb qurbanlıq qılğan yerdə köstə bu bir dini bir fəaliyyət olğandan keyin bunu aşı ballarımız mı görüb bunundan keyin şunda davamlaşdırtqanğa bunda qilish kerak endi o'zininki tuğan yerdə. Endi o qimmatchilik olsun yoki qimmatchilik bo'lmasin, uni boshqa davlatga avatib, faqir kambag'al davlatlarga avatib, ashula foydalansın gücüden deb nima qilsa, u durust. Amma miyada qimmat masalan 500-600 dollar atrofida kelishini O'rta Osiyoda uning tangidan ma'zanandi. 3dan 1ga keladi masalan. Endi uni miyada qimmatgan qimmat bo'lganligi sabab kuchim yetmaganligi sababdan boshqa yerda qilay deshga hech hojat yo'q. Chunki kuching yetmasa, sana o yani sana vacip emas. Kuching yetmasa, biz zakat bergichilik, zakat beraladigan adam qurbanlik qila oladi deydi. Ba'zi olimlar qurbanlik setib olishlar pulus bor adam qurbanlik setib oladi deydi. Endi bütün ihtiyojlardan, balaning o'qitish ehtiyojlari, davolanish ehtiyojlari, kiyim-kechak bütün o'zining zarur ehtiyojlaridan ishib qurbanlik setib olishlar pulus bo'lsa, yoki o adam o'zi zakat beraladigan nimadiki yani 7-8 ming 10 ming dollar zapas puli bor adam bo'lsa, o adamga qimmat olsa-mu o'zininki tug'an yerda qurbanlik qilishi, şu qurbanlikni qilib quli bilan, şu qurbanlikning go'shidan yeb, shuni mehmonlarga taqdim qilib ayda qilishi afzal, asli bu. Endi boshqa davlatlarga avatib bunda qilish masalasiga kelsak, o qimmat bo'lganlik uchun oyada azankan bunda qilay emas, qimmat bo'lganlikning kuching yetmasa, qilma zaten o majbur emas. Kuching yetsa qil, yetmasa qilma. Endi avatish masalasiga kelganda, men bu yerda foydalanmagan, eng yaxshisi hamda men buni aşağıda ya Afrika'da yoki O'rta Osiyoda kambag'allar bor ekan, shu kambag'allar shu go'shtni foydalansin deb avatsang, qilsang, durust endi u. Durust. Buningda hech qanday bir gunoh yo'q hamda qilsang. Lekin ishning aslisi tug'an yerda qilishga kuching yetmasa, mecbur emas avatishga, mecbur emas. Agar avatsa, niyatiga qarab, ashadamning niyatiga qarab, Alloh taolo qabul qiladi endi uning qurbanligini qabul qildi. Ammo avatga yardım hamda shu kesilişi, kan ekitilishi şart. Bo'lmasa qurbanlik ado olmaydi, o sadaqani o'rnida bo'ldi. To'g'ri. Ba'zi ahmoq fikrlar qilib haqqini basimi o'xshash deydigan bir albatta. Aynan gapimda yurgan to'g'ri emas. Qon ekitish bu ayrim bir ibodat qo'yamiz. Shu. Fasolli li robbika val har.